Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Sakdan Buxorodan mehmonlarimiz kelishdi, xudo xolasa. Mana ovozini ham eshitib turibsizlar. Mashina ovozlarini ham, ichlarini ham ko'ryapsiz, xudo xolasa. Bu mashinamizni Buxorodan ixlos qilib kelishibdi. Avvalo kelganlarga rahmat, ishonch bildirib. Xudo xolasa shunga yarasha qilib, ertaga kechga motorlarni o'zlari tanimaydigan qilib, ovozini ham tanishmaydi, ko'rinishini ham tanimaydigan qilib, xudo xolasa Alloh sharmanda qilmasa, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Damimiz ham bulovlarni ham, galofkalarni ham go'zal holatda qilib, ichilarini ham chiroyli holatda qilib yig'oldik. Qadrli mijozlarimiz, mana kecha obedda Buxorodan kelishgan mashinamizni ham qabul qilib, maydalab, shilipovka masterida qildirib, yig'ib, yurg'izib qo'yganmiz. Endi bemalol bugun yana Buxoroga qaytib ketishlari mumkin. Zavat qilib, ovozlarni ham eshittirib qo'yamiz. Zavat bo'lishlari ham polaborot, 0 dan 100 gacha gilza qoqib, motor qilib berganmiz. Ovozlari yoqdimi aka? Rahmat, albatta. Xolos yaxshimi? Kelganingizga yarasha bo'ldimi aka? Rahmat aka. Sizlarga ham kelganingizga rahmat. O'sha yerdan ixlos qilib, hurmat qilib kelibsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlar bilan. Rahmat. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpisa, kommentlar bilan qo'llab turamiz. Yaqinlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.